yoshlikdan chuqur bilim olib borishi uni ezgu maqsadlari tomon yetaklaydi. Viloyatimizning Pastdarg'om tumani yoshlari ham ana shunday intiluvchan, izlanuvchan yoshlardan. Shuningdek, bir guruh maktab bitiruvchilari muddatidan oldin oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilingan. Ko'rsatuvimiz orqali ularni batafsil yoritib boramiz. Bugungi kunda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etilayotganligi ta'lim-tarbiya sifatini yaxshilab yoshlarning bilim olishlari va malaka oshirishlari uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Ta'kidlash joizki, ularning bilimi, iste'dodi, tashabbuskorligi va faolligini qo'llab-quvvatlash jamiyat rivoji va taraqqiyotida muhim ahamiyatga ega. Mamlakatimiz aholisining qariyb 60%ni yoshlar tashkil etib, eng katta e'tibor ham aynan ularga qaratilgan. Erkin fikrlaydigan, shijoatli va tashabbuskor yoshlarga munosib shart-sharoitlar yaratish va ularni rag'batlantirib borish chora-tadbirlari bugungi kunda bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Bundan oqilona foydalanayotgan yoshlar bugungi kunda oz emas. Ayniqsa, chet tillarini o'rganib, turli sohalarda yutuqlarga erishib kelayotgan yoshlarni ko'plab uchratishimiz mumkin. Albatta, xorijiy tillarni o'rganish kishiga yangi imkoniyatlar eshigini ochadi va sohaning yetuk mutaxassisi bo'lib yetishida ko'maklashadi. Pastdarg'om tumanidagi maktab bitiruvchilari ham so'nggi paytlarda bu borada ko'plab yutuqlarga erishib kelmoqda. Ular orasidan xalqaro til sertifikatlarini, shuningdek, milliy sertifikatlarni ham qo'lga kiritib, muddatidan avval oliy ta'lim muassasalariga qabul qilinmoqda. Ulardan biri tumanning 125-umumta'lim maktabi bitiruvchisi Nurbek Xolmirzayev. U ingliz tilini chuqur o'rganib, xorijiy til sertifikati bilan AQShning nufuzli 6 ta universitetlariga muddatidan oldin grant asosida o'qishga qabul qilindi. Ingliz tiliga qiziqishim yoshligimdan bo'lib kelgan. Maktabda fan olimpiadalari, ichki olimpiadalarda doimiy faol qatnashib kelganman va keyinchalik yillar o'tgan sari qiziqishim ortib bordi va ingliz tili faniga chuqurroq kirib kelishga harakat qildim va bu yo'lda menga juda ham ko'plab o'qituvchilarim yordam berdi. Aytishim kerakki, Said Mahmudov, Sherzod va Umid Adilovlar juda ham menga katta yordam berdi va ularga cheksiz minnatdorchiligimni aytib qolmoqchiman. Sertifikatni qo'lga kiritgunimcha taxminan 2 yildan 3 yilgacha vaqt ketdi. Ingliz tiliga bo'lgan qiziqishim avvaldan bo'lib keldi, ya'ni 1-sinfimdan beri ingliz tiliga qiziqib kelardim va ichki olimpiadalar, fan olimpiadalarida faxrli o'rinlarni olib keldim va ingliz tiliga bo'lgan qiziqishim oshgan sari bu fanga chuqurroq kirib keldim va bu vaqt ichida juda ham ko'p yillarni shu fanni o'rganish uchun sarfladim. Masalan, bizning maktabimizda juda ham ko'p to'garaklar mavjud va men matematika va tarix fanlariga juda ham qiziqqanligim uchun aynan shu fanlardan to'garaklarga faol qatnashib kelganman. Va o'ylaymanki, men yetarlicha bilim va ko'nikmalarni ustozlarimizdan o'rganib oldim. Mening maqsadim O'zbekistonda, ya'ni o'zbek degan nomni jahon miqyosiga olib chiqish va ingliz tilini o'rganish mobaynida chet elda o'qish qiziqishi uyg'ondi menda va qanaqa qilib chet elga o'qishga topshirish, qanaqa yo'l bilan topshiriladi, qanaqa hujjatlar kerakligini o'rganib chiqdim va kerakli sertifikatlarni qo'lga kiritganimdan keyin birinma-ketin universitetlarga topshirib chiqa boshladim va 6 ta universitetga o'qishga topshirdim va hammasidan qabul qilindim va maksimum grantlarni qo'lga kiritdim. Bu jarayon juda ham qiziqarli, ya'ni bizning tizimimizga o'xshamaydi, mutlaq boshqacha. Institutlarga topshirish mobaynida juda ham qiziqarli va kerakli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'ldim. O'qishga qabul qilinganimdan keyin uydagilarim, o'qituvchilarimning xursandchiligini ko'rib, men 2 barobar xursand bo'ldim. Chunki bizning atrofda va maktabda yaqin yillar ichida bunaqa natija bo'lmagandi va o'ylaymanki, shuning uchun hamma xursand va baxtiyor edi. O'zimning o'qituvchim aytganidek, xorijiy tillar, ayniqsa ingliz tili hozirda dunyo miqyosida top reytinglarda turadi va deyarli barcha ma'lumotlar, agar internetga kiradigan bo'lsak ham, salkam 70% ma'lumotlar ingliz tilida berilganligi sababli o'ylaymanki, bu juda ham kerakli fan va kelajakda hamma uchun kerak bo'ladi deb o'ylayman. Men 6 ta universitetdan San Francisco Bay universitetini tanladim, chunki deganda bu universitetdan men 100% grant yutib oldim va barcha xarajatlarim tekin bo'lgan edi va undan tashqari u yerda o'qitiladigan programma, tizim, o'qitish tizimlari umuman boshqacha va boshqa universitetlardan farq qilib turgani uchun shu yo'nalishda va universitetni tanladim. Ya'ni yo'nalishim Business and Commerce yo'nalishi edi va shu universitetni bitirganimdan keyin O'zbekistonga qaytib kelganimda biznes yo'nalishini keng miqyosda yangi yo'nalishda rivojlantirishga va
uni qo'llab-quvvatlashga harakat qilaman. Va yana shuni ta'kidlab o'tish kerakki, prezidentimiz tomonidan ta'kidlangan, ya'ni El-yurt umidi fondi yurtimizda mavjud va chet elga o'qishga kirgan o'quvchilarni bu qo'llab-quvvatlaydi, ya'ni moliyaviy va ma'naviy tomonlama qo'llab-quvvatlaydi va barcha xarajatlarini ta'minlab beradi. Bu aytmoqchi bo'lganim yana bir yoshlar uchun berilgan keng imkoniyatlardan biri deb bilaman. Berilayotgan bu imkoniyatlardan keng va unumli foydalanishlarini, ya'ni tengdoshlarimga aytib qolgan bo'lardim. Nafaqat til va boshqa fanlardan ham yaxshi o'qishlarini va yaxshi natijalarga erishib qolishini tilab qolgan bo'lardim. Til bilgan kishi ma'naviy va moddiy boylikka ega bo'lishi shubhasiz. Inson bolalikdan o'zining rivojlanishi uchun poydevor qo'yib borishi esa kelajakda o'z sohasini mukammal egallashda asqotadi. Maktabda xorijiy tillardan tashqari boshqa fanlardan ham to'garak darslari tashkil etilgan. Shuningdek, maktabning bu yilgi natijasini o'quvchilarning mana shunday sertifikatlarni qo'lga kiritganlardan ham ko'rish mumkin. 125-umumiy o'rta ta'lim maktabida hozirgi kunda jami 1200 nafar o'quvchilar va 80 dan ortiq pedagog xodimlar faoliyat olib bormoqda. Shundan hozirgi kunda maktabimizda 20 dan ortiq to'garaklar tashkil qilingan. U to'garaklarda sport sohasi, turli xil sohalarda o'quvchilarimiz turli yo'nalishlar bo'yicha yuqori natijalar ko'rsatib kelmoqda. 2024-25 o'quv yilida jami 42 nafar bitiruvchimiz bo'lib, shundan bir nafari 11-A sinf o'quvchisi Xolmurzayev Nurbek muddatidan oldin talabalikka tavsiya etildi. Bundan tashqari hozirgi kunda qolgan 11-sinf o'quvchilarimiz bilan ham oliy ta'limga kirish bo'yicha to'g'ri maqsadli reja qilganmiz va kelajakda u o'quvchilarimizdan barchasi oliy ta'limga yo'naltirishga harakat qilamiz. Maktabimiz hozirgi kunda xorijiy til o'qituvchilarimiz oliy toifali, birinchi toifali o'qituvchilar bo'lib, o'qituvchilarimiz o'quvchilar bilan juda ham yaxshi ishlab bormoqda va shuning natijasi bilan o'quvchilarimiz xorijiy tillar bo'yicha turli xil sertifikatlar, chet el oliygohlariga o'qishlarga kirmoqda. 2024-2025 o'quv yilidagi jami 11-sinflarimizdan xorijiy til, turli xil milliy va xalqaro sertifikatlar yuqori natijalarni ko'rsatdi. Bu bo'yicha oliy ta'limda shu yilgi qabulda yaxshi natija ko'rsatamiz deb o'ylayman. Shu yilgi bitiruvchilarimiz jami 43 nafar bo'lib, hozirgi kunda 20 nafarida milliy va xalqaro sertifikatlarga ega bo'lgan. O'ylaymizki, shundan kelib chiqib, mana shu yil oliy ta'limga kirish darajasi bizda yuqori ko'rsatishga erishamiz deb o'ylayman. Maktablarda xorijiy tillarni o'rgatish sifatining oshib borishi, zamonaviy metodikalar joriy etilishi yoshlarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini yanada oshirmoqda. Bugungi kunda Pastdarg'omdagi maktablarda maxsus sertifikatga tayyorlovchi to'garaklar tashkil etilgan. Tumanning 28-umumta'lim maktabida ham o'quvchilar faol. Jumladan, Jasmina kelajakda tibbiyot sohasini chuqur egallab, yangi loyihalarni amaliyotda qo'llash niyatida. Men mana shu maktabda 5 yildan beri o'qiyman. Mana shu yil mana shu maktabning bitiruvchi o'quvchisiga aylandim. Olimpiada bosqichida faxrli birinchi o'rinni olganligim uchun Samarqand davlat pedagogika institutining grant sohibasiga aylandim. Biologiya fakulteti bo'yicha 2 bosqichda olib borildi bu imtihon jarayonlari. Shu maktabda 5 yildan beri o'qib kelaman. Menga yordam bergan o'qituvchilarimga barchasiga rahmat aytaman. Kichkinaligimda shu tibbiyot sohasiga juda qiziqaman. Oilaviy shifokorlar oilasi bo'lganligimiz uchun niyatim hozir bu institut bilan cheklanib qolmasdan keyingi maqsadlarim tibbiyot sohasiga ham topshirib ko'raman. Bundan keyin chetga Koreya davlatiga borib o'z mutaxassisligimni oshirmoqchiman. Shu talabalik vaqtimda davlat xalqaro sertifikatlardan birini olib, TOEFL yoki bo'lmasa IELTSdan sertifikatlarni olib chet davlatlarga borish niyatim bor. Eng birinchi o'rinda dadamni, ayamni meni qo'llab-quvvatlaganlari juda katta ahamiyatga ega. Ular meni natijamni mana shu darajaga yetishimda juda katta yordam berishgan. Juda ko'p yiqilishlardan o'tganman. Imtihon topshirgan vaqtlarimda yiqilgan vaqtlarim bo'lgan. Bu joyga kelishimda mana shu maktabda o'qishimga sababchi bo'lgan inson bu mening dadam bo'ladi.
o'sha maktabda shuncha yildan beri tahsil olishimda yordamlashib kelgan, menga ko'maklashib bilim olishimda yordam bergan o'qituvchilar ham bo'lishadi. Ota-onamga cheksiz rahmatimni aytaman. Maktabda 115 nafar bitiruvchi o'quvchilar bor. O'shalar orasida mana shu yutuqqa men ega bo'lganman, biologiya fakulteti bo'yicha. Bundan keyingi marralarimda ham o'sha maktabim natijalari bilan maktabimni yuqoriga ko'tarish niyatim bor. Meni shu darajaga yetkazgan o'sha maktab bo'ladi. 5 yil tahsil olgan bo'lsam ham barcha o'qituvchilar men bilan individual shug'ullanishgan, tushunmagan fanlarimda yordam berishgan, qiynalgan fanlarim bo'lgan bu yerga kelganimda. Maqsadim kelajakda tibbiyot o'sha fakultetlardan birida o'qib, mana shu yurtimizga o'zimni soham bo'yicha mutaxassis bo'lib, o'sha yurtkorga yaraydigan inson bo'lishni istayman. Bundan keyingi rejalarim o'sha tibbiyot sohasining eng oldi mutaxassislaridan biri bo'lib yetishishni o'zim orzu qilaman. Va maqsadimga erishaman degan umiddaman. Yangi O'zbekistonda yoshlar har qachongidan ko'ra kengroq imkoniyatlarga ega. Bugungi yoshlar bilimli, intiluvchan va maqsadli. Davlat tomonidan yaratilgan keng sharoitlar evaziga ular turli sohalarni mukammal egallashga intilishmoqda. Aytish kerakki, yoshlikdan egallab borilgan bilim albatta kelajakda insonni oliy maqsadlari tomon yetaklashi shubhasiz. Yoshlar uchun davlatimiz tomonidan barcha shart-sharoitlar yaratilmoqda. Mobil ilovalar, zamonaviy texnologiyalar asosida ishlovchi dasturlardan keng foydalanyapti. Men bu yil bitiruvchiman va ingliz tili sohasida o'qib, o'zimga yoqqan, o'zimga kerakli bo'lgan o'qishga kirdim. Ya'ni IELTSdan 6,5 oldim 5 oy ichida va undan keyin hozirgi men yoqtirgan British Management universitetiga o'qishga qabul qilindim IELTS orqali. Va bu meni xohlagan yo'nalish va men xohlagan til. Men bu tilni juda ham yaxshi ko'raman va kelajakda o'zim xohlagan kasb egasi bo'lib, vatanimiz ravnaqiga hissa qo'shmoqchiman. Men asosan imtihon topshirganim yo'q. Shu IELTS orqali qabul qilindim va ularning imtihonlari hali davom etmoqda. Hali tugaganligi yo'q. Men bir nechta olimpiadalarda o'rinlar olganman va qatnashib kelganman. Ulardan ingliz tili va informatika sohasi bo'yicha va ingliz tilidan tashqari men boshqa chet tillarini ham o'rganishni yaxshi ko'raman va o'zimga hobby qilib olganman. Xususan koreys tili, rus tili va yapon tillarini. Kelajakda men shu chet tillari sohasi bo'yicha chuqurroq bilimga egallab, yanada uni davom ettirmoqchiman. Iqtisodchi bo'lish niyatidaman va bu o'qishni bitirganimdan so'ng, men iqtisod sohasini bitirganimdan so'ng O'zbekiston ravnaqiga hissa qo'shmoqchiman. Bugun yoshlarga to'g'ri yo'l ko'rsatish, ularni qo'llab-quvvatlash kifoya. Boisi ular o'zlaridagi shijoat, kelajakka bo'lgan ishonchi bilan faxrli yutuqlarni egallashyapti. Ularning qo'lga kiritgan ushbu yutuqlari kelajakka yana bir poydevor bo'lib xizmat qiladi. Yangi O'zbekistonda yoshlar bilim bilan qurollanmoqda. Imkoniyat yaratilgan joyda esa natija bo'ladi, deydi maktab direktori o'z so'zida. 8-umum ta'lim maktabida hozirgi kunda 1738 nafar o'quvchilarimiz ta'lim-tarbiya olyapti. Shundan bu yilgi bitiruvchilarimiz soni 101 nafarni tashkil etadi. Shulardan hozirgi kunda 36 nafari turli darajadagi sertifikatlarni qo'lga kiritgan. Bundan tashqari AILS sertifikatlarimiz ham 8 ball sertifikatlarimiz ham 2 kishini tashkil etadi. Bundan tashqari 6,5 ball sertifikatlarimiz ham 4 o'quvchimizda mavjud. Hozirgi kunda o'quvchilarimizdan 3 nafari muddatdan oldin oliy ta'limga kirib talaba bo'lishdi. Shulardan O'rolbayev Ramazon, Umarov Kamron, Kera kabi o'quvchilarimiz hozirgi kunda talaba bo'lishdi. Bundan tashqari biz o'quvchilarimizdan maktab ma'muriyati, maktab jamoamiz juda ham katta yutuqlarni kutib turibmiz. Chunki bu yilgi tumanimizda xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab ko'rik tanlovida ham maktabimiz faxrli 2-o'rinni qo'lga kiritishdi. Bu ham bizning maktabimiz jamoamiz yutug'i deb bilamiz. Bundan tashqari olimpiadalarda faol ishtirok etishdi o'quvchilarimiz. Undan ortiq o'quvchilarimiz viloyat bosqichlarida ishtirok etishdi. Ulardan ham faxrli o'rinni qo'lga kiritishdi. O'ylaymanki,
Bularda hammasi natijasi ertaga mana shu o'qituvchilarimizning fidokorona mehnati deb bilaman. Chunki o'qituvchilarimiz ham bu yilning o'zida maktabimizda 10 nafar o'qituvchimiz birinchi toifali o'qituvchi bo'lgan bo'lsa, 8 nafar o'qituvchimiz esa oliy toifali o'qituvchilarni tashkil etishdi. Bundan chiqdi, maktabimizda toifa darajasi ham mana shu tumanimizda o'z o'rniga ega, chunki toifa bo'yicha to'liq o'qituvchilarimiz toifali o'qituvchilar desak mubolag'a bo'lmaydi. Shunday ekan, bu yilgi 101 nafar bitiruvchilarimizdan biz juda ham katta natija kutyapmiz. Kelajakda oldingi yil biz 50% o'quvchilarimiz oliy ta'lim talabasi bo'lgan bo'lsa, bu yil biz 70-80 nafar o'quvchilarimizni kamida oliy ta'limga kirib, talaba bo'lish baxtiga muyassar bo'ladi deb umid bildirib turibmiz, ishonib turibmiz. O'ylaymanki, o'quvchilarimiz bu ishonchni oqlaydi. Ha, bugungi yoshlar ertangi faxrimiz. Ular nafaqat bilimli, balki vatanparvar, mas'uliyatli va tashabbuskordirlar. Ularning ko'zida mehr, qalbida orzu, fikrida esa yurtga xizmat qilish tuyg'usi yonib turadi. Yangi O'zbekiston yoshlari bu harakat, bilim, yutuq va kelajakka ishonch hisoblanadi va bu ishonchni biz Samarqandning yorug', ilmli va iste'dodli yoshlarida ko'ramiz.